askiya markazimiz ochilib juda zo'r ish oldi-da. Voy, nimasini aytasiz? Mana kuni kecha Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatlaridan gastroldan kelib turibmiz. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida askiya sayillarni o'tkazdik. Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyatlarida bo'lib qaytdik. Yashang. Butun respublikamiz, nafaqat respublikamizda, hattoki qo'shni Qozog'iston Respublikasi ham kulgi kechalari o'tkazdik. Mana qarangki, omadni qarang. Mana bugun go'zal Andijonda bo'lib turibmiz. Ustozlar, bu yangi Andijonni ko'rdinglarmi? Ana qurilish, ana bunyodkorlik. İbaratlarda salobatini ayting, qarasangiz doppingiz tushib ketadi. Vohidjon, O'ylabay, sizga bir maslahatim bor. Nima maslahat ustoz? Mana shu binolardan bitta yaxshi xonadonni sotib oling. Bolachaqangiz bilan yayrab, yashnab o'tiring. Qachongacha dadangiznikida o'tirasiz? Ammo hammamiz bir yerda bo'lganimiz zo'r olar ekan. Endi Muhammad bitta iltimosim bor. Mayli aka, O'sha yangi imoratlardan past qavatidan menga ham bitta olib bersangiz. Yuqoriroqdan bo'lmaydimi usta? Yoshimda hurmati bor, tepangga chiqolmayman. Bahodir aka. Ko'rdingizmi binolarda? Sharoitlarni qarang. Bundan ortig'i bo'lmaydi jon aka. Sizdan iltimos. Borsangiz bo'ldi, lep etib chiqarib qo'yamizda. Qavatdan bo'lsin dedingizmi? Ikkinchi qavatdan o'zim xonadon olganman. Yashang. Pastda bitta bo'sh xonadon bor ekan. Kirib ko'ring. Ma'qul kelsa kirib maza qilib yashang, xursand bo'lasiz. Nimaga? Tepangizda men bo'laman-da. Ustozlar, men ham shu yangi Andijondan bitta xonadon oldim. Shunaqami? Ko'rkam, shinam, mazza qilib yashayapman. Yashayapsiz. Bemalol bo'lib qolsanglar, boringlar. Menikini ham bir ko'rib kelasizlar. Bahodir aka, Labbay. mana bu barpo qilingan yashil makonni, mana bog'larni qarang. Yurtimizga bahor kelishi bilanoq dalalarda ekin tikinlar boshlanib ketgan. Mansurjon meni erta bahor ekinga yordamga chaqirdilar. Salomat bo'ling. Borib mundoq qarasam 4 sotidan ortiqroq yeri bor ekan. 2 sotiga sholg'om, 2 sotiga rediska sep berdim. Qolganichi? Qolganiga turib qilib qo'yaverdim. Hammasidir. Labbay aka, Gapingizdan juda xursand bo'ldim. Men ham ko'rib yoqamda ushab qoldim hayratdan. Rahmat. Bu nomnihollarni qarang. Voy, hali bular bir daraxt bo'lib bersin. Ekkanga ham, ektirganga ham ming rahmat. Rahmat bo'ling. Ammo bir narsadan yana xursand bo'ldim-da. Nimadan? Bu nihollarni shakl berib, kestirib qo'yganingiz juda ma'qul bo'libdi-da. Nega? Bo'lmasam g'ovlab ketardi. Bahodir aka. Labbay. Tekis yerda ko'cha tek shamali qo'ldan keladi jon aka. Mana qirda bog' yaratish bir jasorat. Yashang. Suvni hisob qilib tomchilatyapmiz. Shunaqami? Sizdan iltimos. Shu shilangni uchini bosmasangiz suv kelaveradi. Bahodir aka. Labbay. Yashil makonlarni qarang, bog'larni qarang. Havasingiz keladi. Yashang. Siz ham biz yoshlarga ibrat bo'lsangiz juda yarashadi aka. Nimaga? Qo'lingizdan kelganicha 10 tutma, 20 tutma ko'chat olib kelib o'tkazing, suv qo'ying, parvarish qiling. O'zingiznikini o'zingiz katta qilasiz-da. Ustozlar, agar bog' qiladigan bo'lsanglar, mana menga aytinglar. Meni bobo-kalonlarim ham bog'bon bo'lgan. Shunaqami? Malakam katta. Yashang. Joyingizni ko'rsatsangiz bo'ldi. Suqma qilaman, ko'karmay qo'ymaydi. Voy qadrdonlar, mana shunday yangi barpo qilingan go'zal bog' hammalarimizga muborak bo'lsin.